Mana bu yerda ko'p allellikka doir masala kelyapti. Mana bu xavotirga solyapti, bir nima qilyapti. Buni hech qanday bizga aloqasi yo'q. Xullas, o'sha irbis chunini va undagi dog'lar rangini 4 ta allel gen yuzaga chiqarar ekan. Va ularning uchrashish chastotasi berilgan. 02, 04, 01, 03. E'tibor bering. 4 ta allel. Uni biz qanday tarqalganini, populyatsiya ichida qanday tarqalganini hozir ko'rsatib beraman, qanday hisoblashimizni. Demak, yozdik. Endi vertikalga ham yozib chiqishimiz kerak. Albatta bularni uchrash chastotasini yozishimiz kerak. Bu keyinchalik organizmlar sonini topishimizda yordam beradi. Demak, bu 02, bu 04, 01, 03 yozib chiqdik. Bu tomonga ham yozib chiqamiz. Demak, hammasi to'g'ri bo'ldi. Mana bu A geni uchrash chastotasi 02, B geni 04, C 01, D 03, bu tomondan xuddi shunday. Ana endi qarang. A bilan A genlari mana bu yerda kelgan paytda ularning uchrash chastotasi bizga muhim. Qanday necha foizli organizm olinadi, mana bu ikkita katta necha foiz o'zi. Mana shu narsa bizga muhim. Bu holatda 0,2 ko'paytirilgan 0,2 bo'ladi. Javob 0,04. 0,04 ni 100 ga ko'paytirsak 4% bo'ladi. Ya'ni o'sha katta A organizmning uchrash foizi bu 4%. Yoki mana bu yerda katta A, katta B. A, B deylik. A, B uchrash ehtimolligi qancha bo'ladi? Bu 0,2, bu 0,4. To'g'rimi? Ko'paytirsak 0,08. 100 ga ko'paytiramiz uni. Buni uchrash foizi 8% bo'ladi. 0,2 ga 0,1. 2% bo'ladi. Mana bu 0,2, bu 0,3. Qancha bo'ladi? 6% bo'ladi. Ya'ni A, D geni, mana bu yerdagi A, D geni uchrash foizi 6% bo'ladi. Xuddi shu tartibda qolganlarni ham yozib chiqamiz. Mana to'ldirib oldik. Ana endi populyatsiyada 2000 ta individlar orasida B geni saqlovchi individlar soni D geniga 2 individlar sonidan nechtaga farq qilishini hisoblang deyilyapti. B geni, mana B geni, mana B geni. E'tibor bering. Bu yoqda vertikalda ham bor, gorizontalda ham bor. Ustunda ham bor va ko'ndalang ham bor. 8 lardan nechta? 2 ta. 8 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 8 shuning uchun. 16 bitta. Faqatgina B tutashgan joyida bor 16. Plus 16. E'tibor bering endi. 4. Bu yerda ham B geni saqlovchi individ bo'lyapti. Mana bu BC bo'ladi, BC bo'ladi. 2 ta ham 2 ko'paytirilgan 4. 12%, mana bu ham 12%. B gen 12%, B gen 12%. Bunaqandan ham 2 ta, bitta 2 ta. Shuning uchun 2 ko'paytirilgan 12. Hammasini qo'shib chiqamiz. Jam B gen saqlovchi individ 64% bo'ladi. D saqlovchini ham xuddi shunday topib olamiz. Demak, 6, 2 ko'paytirilgan 6, 12, 2 ko'paytirilgan 12, 3, 2 ko'paytirilgan 3 va 9. Bu bitta. D va D tutashgan joyda 9 chiqadi. 0,3, 9%. Jami D gen saqlovchi organizmlar 51% bo'ladi. Endi 2000 ni 64% ni topib, 2000 ni 51% ni topib, qancha individ bo'lishini keyin ayirib olsak ham farqini topsak ham bo'ladi. Agar shunchaki javobni topish uchun qilayotgan bo'lsak, 64 dan 51 ni ayiramiz, 13% chiqadi. Farqi 13%. 2000 ta organizmning 13% qancha deb topamiz? Javob 260 ta bo'ladi. Keyingisi populyatsiyada o'sha 2000 ta individ orasida A, C hamda B degenga ega organizmlar soni nechtaga farq qilishini aniqlang. A, C deyilyaptimi? A, C 2% mana bu yerda, bu yoqda ham A, C 2%. 2 4% ekan. A, C gen saqlovchilar. B, D keyin. B va D 12%, B va D 12%.
12 ga 12 24% tashkil qilar ekan. Farqi 20%. 2000 ta organizmning 20% nechta bo'ladi deb topamiz. Demak, 400 ta organizm ekan.